Assalomu alaykum mushtabchi qarindoshlar. Men Hamid Nasriddin. Abdulla Yalqunning ma so'zini anglab hayron qoldim. Endi uning bir turkum maxluqlar deganiga hayron qolmadim. Biz Alloh yaratgan maxluq. Alloh yaratgan maxluqlarning birisi bizmi? Abdulla Yalqunmi Alloh yaratgan Allohning maxluqi. Maxluqi. Lekin bu Allohning maxluqlari deb bu so'zni shu ijobiy tarafga ishlasiz shu desa ijobiy bir narsa chiqadi buningdan. İlmi bir narsa chiqadi. Haqiqiy insonning og'zidan chiqayotgandek bir so'z chiqadi. Lekin buni salbiy tarafga shu kishini hayvonga o'xshatgan shaklda ma shaklda gap qilishchi desa, maxluq degan so'z normal so'z bo'lsa-mu, boshqalarga ig'ir keladi. Ig'ir keladi. Allohning maxluqotlarining birisi biz. Alloh yaratgan maxluqlarning ichidagi inson qilib yaratgani biz. İnsan qilib yaratgani biz. Abdulla Yalqun bu tarafni ko'z tutgan asosda emas. Shu o'zi bilan fikri bir yerdan chiqmaydigan, masalaga o'zi qaragan shaklda qaramagan odamlarni maxluq deydi. Endi demak, mana mushundaq odamlarni mediada ishlatganligimiz uchun va mushu ustoz deb ba'zi bir odamlarni chiqib so'zlatayotgan diniy olim deyotgan odamlarga ergashganligimiz uchun bu millatning kelib taqashqa yeri mushu bo'ldi. Buningdan oqibati nim bo'ladi, uni Alloh o'zi biladi. Bu millat mana misha kelib taqashdi. Taqashqa yeringlarni shu so'zlayotgan mollimi va mushu riyosatchilik qilayotgan mushu Abdulla Yalqunmi va bunun xabarlarini anglamaydigan, hech qanday xabar ko'rmaydigan, vatan bilan, millat bilan, din bilan hech qanday munosabati yo'q. Aşı qo'siqining to'yg'ini biladigan bir insonmi Uyg'urning hozirgi ahvoliga kelib taqashganligini biladi. Chunki u hech nima bilan chatqa bo'lmasa-mu Uyg'ur bo'lganlik uchun kamsitilyotidi. Uyg'ur bo'lganlik uchun tajovuzchining dushmani, Uyg'ur bo'lganlik uchun u har qanday vaqtda aşı tajovuzchiga nisbatan bir tahdid shakllantiradigan bir narsaga aylangan. Eng oxirgi hisobda aşında yalmavыздek aşı tajovuzchining qo'lida yer sharida tugab ketish girdoviga qarab mangan bir millat. Allah Qur'onda kasi bir yaxshilik mendan ko'ranglar, kasi bir yomonlik o'zingizning xuypaylidan ko'ranglar dedi. O'zimizning xuypayli. Mana mushundaq bo'lganlik uchun o'zimiz o'qiyotgan kitobning qandaq bir kitob ekanligini, uning bizni nimaga chaqirdiganligini, qandaq odam bo'lish ekanligini, qandaq mustaqil tafakkur qilmasak bo'lmaydiganlik to'g'riliq so'zlayotganligini Abdulla Yalqun mushu ba'zi qarindoshlar bilan uyabiylarda o'qibdi ekan. Hem o'qigandan tashqari nurg'un bilimli kishilarni, har qaysi sohadagi odamlarni chiqib so'ziltiyotidi, savol so'raydi. Lekin o'zi e'tiqod qilayotgan dinning nima ekanligini bilmaydi ekan. Din demak bu dinni kasb qilib olgan. Shuning uchun kasbga o'xshatadi bu. Kasbga o'xshatadi. U kasb emas. Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an nazil bo'lgan çağda bütün sahadaki kasb, her xil kasbdagi odamlar batı şu dünyada. Her xil sahadagi odamlar, her xil kasbdagi odamlar batı. Yahudining mollaları batı. Nasaralarning mollaları batı. Ular çoğu dese, hiç nimini bilmeydiğen, muşu okumagan, muşu nerse bizge dini ügetemdi o dep, şu Peygamber Aleyhisselam'ın aşında akaretligen. Peygamber Aleyhisselam nimini ügetken onun hadise, şu Kur'an'ı ügetken. Allah Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'a vahiy kıldı. Kur'an'ı vahiy kılgan Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam insanlığa yetkizdi. Eğer Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ı vahiy kılmagan bolsa, Muhammed Aleyhisselam hiç qaysi sahanın ehli emas o.
Hech qaysi sohaning ahli emas. Yuqorida deyotgandek yo doktor emas, yo mulla emas, mulla emas. Hech qaysi sohaning bir ahli emas. Bir yetimchilikda cho'ng bo'lgan, ish qilib eng axloqliq, ashundoq bir kishi chunqur tafakkur qiladigan, aqlliq, bir narsalarni yaxshi o'ylaydigan, masalalarni chiroyli bir taraf qiladigan, ashundoq bir kishi bo'lganlik sababidan Alloh bilgachga uning hech qanday kasbini, ma kasbning egisi mavu, mavu masahaning egisi demay, mavu bir narsani manvayi qilgan ma Qur'onni, mening ma so'zimni tafakkur qila oladi. Tafakkur qila oladi. Va bu Qur'onni buningga nozil qilsam, mushu boshqalarni to'liq mushu Qur'on bilan yetaklay oladi va uningdan boshqa hikmat bilan ish qila oladi. Biz uningga Qur'onni berdik va hikmatni berdik. Hikmatni Allah Qur'onni nozil qilishdan burun uning vujudiga berib bo'lgan zot. Shuning uchun uningda shundoq bir hikmat bo'lganligi uchun, aql bo'lganligi uchun, aqli tafakkur bo'lganligi uchun hech qaysi sohaning egisi bo'lmasimi Qur'onni nozil qilib, mana bu Qur'on bilan bu insoniyat dunyosini yetakla deb shunda degan. Muhammad alayhissalom hech qaysi sohada bir kasb egisi emas. Zodi nima desa, yuqorida deganimizdek, aqli tafakkur intayin chuqur. Masalani yomon chunqur o'ylaydigan, boshqalarga o'xshash do'mi tushunib oladigan kishi emas. Masalani yomon chiroyli bir taraf qiladigan, ajoyib aqlani bir taraf qiladigan ashundoq kishi. Vahiy kelmagan chog'dimi Payg'ambar alayhissalom Hajl Asvatni hammasi u qo'ysin, bu qo'ysin deyotgan chog'da 24 yosh vaqtida hech qanday yerdan vahiy olmay turib Hajl Asvatni chiroyli har bir firqadan birdan odam chiqinglar, hammamiz o'rtaq tutib Hajl Asvatni joyiga qo'yaylik deb, mana shunda qo'ydi deb tarixlarda bor. Mayli o tarix rostmi, yolg'onmi, uning to'g'ri xatoligiga Qur'onga jazmiyat turg'izgandek turg'izmaymiz. Lekin yig'ib aytganda Muhammad alayhissalomning qanday kishi ekanligini tarixchilar yezib, mana shundoq axloqli kishi deb ifoda qiladi. Tasvirlaydi shundoq. Lekin ana ashundoq axloqli, ashundoq tafakkur qiladigan, ashundoq kishi bo'lganligi uchun hech qanday sohaning kishisi bo'lmasimi Qur'onni shu kishiga nozil qilgan, Qur'onni o kishi boshqalarga yetkazgan. Hozir Abdullah Yalqunning shu dinning ahli da'vatgan odam shu Muhammad alayhissalom Qur'onning o'zini yetkazgandek yetkazyotamdi, yo uningdan tashqari Qur'onga parallel qilib yozilgan bir to'qay Muhammad alayhissalom dunyodan ketgandan Muhammad alayhissalomning og'ziga nisbatlab qo'yib o'tirg'i chiqarilgan narsalarni din deb o'qiyotamdi. Allah Qur'onda bu Qur'onning hech kim o'qishini keltirolmaydiganlik to'g'riliq gap qildi. Oyat bor. Undan boshqa ba'zilar o'zining qo'llari bilan bir narsalarni yezib, mana bumi Alloh tarafidan degichilarning holiga voy degan oyat bor Qur'onda. Qur'ondan boshqa din nomida yozilgan narsa Qur'on bilan parallel kelmasa, o'xshash chiqmasa, berayotgan hukm hamma narsasi markaziy ideyasi o'xshash chiqmasa, nim bo'ladi desa, shu o'zining qo'llari bilan yezib, mana bu Allah tarafidan yozilgan, Allah tarafidan vahiy qilingan degichilarning holiga voy degan kategoriyaning ichiga kirib ketadi o narsalar. Kirib ketadi. Bu din kasb emas. Bu din kasb emas. Bir necha odam o'rganib bilib, boshqa odamga o'rgatib, mana shu din deb mangadigan narsa emas. Agar undaq narsa bo'lsa, Allah qiyomat kuni qalaymiqan men bilmay agishibdiman deganlarni jahannamga solamiz demaydi. Shu agashganlarni va agashtiruvchilarni o'xshash jazolaymiz degan oyat bor. Sura Tövbening 30-31 oyatlarida o'zining payg'ambarlarini ilohlashtirib olgan, ash imomlarni ilohlashtirib olgan, ash imomlar biladi, mushlar biladi deb ashlarni ilohlashtirib, ashlarning og'zidan chiqqanni din deb mangan odamning qiyomat kuni qanday kunga qoladiganligi to'g'riliq va ularning butunlay shirkning ichiga kirib ketgan insonlar to'g'riliq oyat bor.
Shuning uchun Abdullah Yalqunga deb qo'ydig'imiz. Qanday mahluqqa gap qilsin, oldi bilan o'zi mushu oyatlarni bir o'qib baqsa bo'ladi. Din kasb emas u. Kasb emas. U Allohning dini, u koinotni, mahluqotni, mavjudotni yaratgan Allohning dini. U dinni har qanday odam bilish kerak. Har qanday odam bilish kerak. Mustaqil tafakkur qilish kerak. Bilgan odam aşı o'qidim deb, men bildim deyotgan odam so'zlayotgan bo'lsa, buning so'zlayotgan so'zi hozirgi menga Alloh tarafidan vahiy qilindi deb 6237 oyat mushu Qur'on. Dunyoda hech qanday o'qish yo'q. Hech inson jin birlashib uning o'qishini keltirolmaydigan, hech kim o'zgartirmaydigan Allohning vahiyisidagi mushu kitobda mushuning da'vatini bormi yo'qmi deb selishtirmaslikdan ig'ir dötlik yo'q. Agar maxluq deyish to'g'ri kelsa, maxluq degan so'z chiroyli so'z u. Alloh maxluq har qanday maxluqotlarni yaratdi deydi. Agar shu maxluq eng hayvondan tuvan o'rinda turadigan bir odamga salbiy qilib uni haqoratlash uchun ishlatish to'g'ri kelib qolsa, aşı mollasının ağzından çıkan sözünü Allah'ın kitabıga silip to'g'ri xatosini ayırmagan mahluqdan nachar mahluq bo'lmaydi dunyoda.